Assalom. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Ko'rib turibotganinglardek, bugunmi sirtda bo'lamiz. Havo yaxshi, sal shamol bor. Bugun men sizlarga bir narsani ko'rsatib qo'ymoqchi. Mana, bu bizning kichik kentimiz, yezimiz. Eng ish kerakki, bu qarliq cho'qqa mo'ng bulan, ya'ni oq qor cho'qqa bo'lib, Yevropadagi eng egiz cho'qqa 4810 metr keladi. Bizning kentdan mana mush chiroyli cho'qqalarni ko'gil bo'ladi. Mana, xo'sh. Ramazonning birinchi kuni men Kashmish romanini o'qib tamomlagan edim. Bugun Ramazonning eng oxirgi kuni. Bugun sizlarga Kashmish romanining qisqacha mazmuni ham o'zimning roman haqidagi ta'sirotlarimni so'zlab bermoqchi. Ramazon kunlarida balduroq bir o'qib bir tayyorlab beray degan, lekin gapning ochiqini aytishim kerak. Sal mumkin bo'lmay qoldi, ammo yana Ramazonning eng oxirgi kuniga to'g'ri kelganligidan o'zim shunday xursandman. Xo'sh. Roman keng va murakkab ijtimoiy turmushni aks ettirib, bir butun tarixiy davrning umumiy ko'rinishini gavlandirib berdi. Romanda personajlar ko'p bo'ladi. Turli ziddiyatlar, to'qinishlar, kishilar aro munosabatdagi har xil taraflar gavlik borlandi. Romanning dastlabki bir necha bo'limini o'qigandan keyin qizim bir kuni "Opa, bu romanning voqealigi ajabmi chechilonga to'yilyapti, keyin biror muqim voqealik so'zlanamdi yoki" deb so'ragan edi. Shundoq. Bu romanning dastlabki qismidagi ajdodlar shajarasiga doir bayonlarda bir qancha personaj birining keyindan biri tilga ilinğaşqa, odamda xuddi qizim so'ragandek, bu romanda zodi nima so'zlanadi? Kim to'g'riliq so'zlanadi? degan o'xshash savollar tabiiy holda tug'iladi. Meningcha, mazkur romanning bir aloyligimi dal shu yerda. Ya'ni romanning bosh qismidagi odamga biroz xira, tushuniksiz bu tafsilotlar go'yo bir sehrlik ruhdek odamni asta-asta o'ziga ram qilib, o'zining shu necha 100 yillik tarixiy dunyosiga boshlab kirib ketadi. Tövanda men oldi bilan mazkur romanning qisqacha mazmunini tanishtirib o'tay. Oldi bilan Xalida Isroil opayni yana bir qaytim tanishtiray. Chunki romanni boshlagan vaqtida bir tanishtirgan, hozir yana bir tanishtirib o'tay. Xalida Isroil 1952-yil 10-oyda Qashqar shahrida bir xizmatchi oilasida dunyoga kelgan. 6 yoshida oilasi bilan Aqsuga ko'chib boradi va u yerda boshlang'ich maktabda o'qiydi. 11 yoshida oilasi bilan Xotanga yetkilib, u yerda to'liq o'tirni bitirdi. 1972-yili 20 yoshida Markaziy Millatlar institutiga o'qishga boradi. 1975-yili maktabni bitirib, Xinjiang gazeti idorasiga taqsim qilinadi va u yerda 2007-yili 11-oygacha, ya'ni pensiyaga chiqqanga qadar Uyg'ur tahrir bo'limida ishlaydi. Xalida Isroil 1987-yillari "Ey hayot, eng go'zal xotira" qatorliq hikoyalar bilan adabiy ijodiyat sepiga qo'shilgandan buyon badiiy qiymati zo'r bo'lgan ko'plagan hikoya, povest, nasr, badiiy obzor, muhokama maqolalarini e'lon qilgan. Kashmish avtorning tunji romani. Ikkinchi romani Oltin kash jamiyatda nihoyat kuchli ta'sir qo'zg'agan. Bu romanni singlim Mehray Rahman kitob o'qish munbirimizda o'qib, o'tgan yilning 5-ida tamomlagan. Bo'lsa, agar anglamaganlar bo'lsa, cho'qim bir anglashinglarni tavsiya qilaman. Munbirimizda yana avtorning Ona daryoni izlab nomli adabiy ziyorat xotirasi bor. Yana Bahor va Tuproq nomli bir asar bor.
Vaqtinglar bo'lsa, munbirimizdagi Xolida Isroil asarlari degan tizimlikdagi bu asarlarni cho'qim bir anglab chiqing. Bek yaxshi turadi. Bekmi yaxshi ko'rsiz, chunki ajoyib esil yozilgan asarlar. Shuning bilan birga kitob o'qish munbirimizdagi siz yoqtirgan asarlarni ham bahrlashni unutib qolmang. Agar texi mushtari bo'lmagan bo'lsangiz, mushtari bo'ling. Bu nadir asarlarni qancha ko'p odam anglasa, shuncha ko'p odam manfaatlanadi. Shuning bilan birga shu donliq yozuvchilarimizga bo'lgan hurmatimizni bildirgan bo'lamiz. Xo'sh, endi Kashmish romanining qisqacha mazmuniga kelaylik. Kashmish romani Qashqar Uyg'ur nashriyati bilan Xinjiang elektron insin nashriyati tarafidan 2010-yil 4-oyda nashr qilinib, 2011-yil 7-oyda besilib tarqatilgan. Roman jami 3 qismga 36 bobga bo'lingan. Tövəndə romanning mazmunini har bir qism bo'yicha tanishtirib o'taylik. Quyoshda udul kelib ko'zimni tushyapti. Birinchi qism. Roman vaqaligi Taklimakan qumliqining ishkirsiga joylashgan bir yap-yeshil o'rmonliqqa To'xtaxon bilan ayoli Ayxonning erib ichib kelib qolganligi bilan boshlanadi. Yolg'on to'g'raqlar bilan qumdan mudofialanib turgan bu tabiiy o'rmonliqda o'tlab yurgan to'p-to'p kiyik, jaranlar, attigandan kashkicha chaq keltirib sayrashadigan qushlar, buloqlardan suv ichish uchun kechalari qumliqning ishkirsidan chiqadigan yav-to'ga, yilpiz, bo'rilar, tabiiy buloqlarning suyidan hosil bo'lgan sozliqlardagi sanoqsiz suv qushlari bu zaminning haqiqiy egalari edi. İnsanlarning oyoq izi texi yetmagan bu bog'u eramdak xiyobonlik To'xtaxonlarni o'z qo'yniga oladi. To'xtaxonning dadisi Tahir Hoji bilan onasi Muhtaram xonimlar Qashqardagi g'o'jalar yig'iliqida qatl qilingan bo'lib, onasi bir amallar bilan To'xtaxonni qochirib etgan edi. Yillar o'tib, bu xiyobonlik bu yerdan kelgan kishilar bilan asta bir mahalla bo'lib shakllanib, keyin to'g'raqliq deb ataladi. To'xtaxonlar orqa-orqadan bolaliq bo'ladi. Ularning cho'ng o'g'li Turdiaxon, ikkinchi o'g'li Qutluqaxon va qizi Maysxonlar ota-onasiga yordamlashib, biri etiz eriq ishi bilan bo'lsa, yana biri mol beqib, yana biri uy ishlari va kichik ukunlarni beqishga qarashib, erkin, xotirjam kun kechiradi. Bir yildiri to'g'raqliqqa To'xtaxon bir mazinni ayoli va qizi bilan birga elib kelib joylashtirdi. Ayshamxon ismli bir baxshi ayol bir kechada paydo bo'lib qoladi. To'g'raqliqlar yana qumliqqa boyliq izlab borgan karvonlarni yutirib qo'yib, jinidan ayrilg'ili tas qolgan aka-uka Hasan Husan shotirlarni qutuldirib oladi. Ularning g'oyib shahardagi ajoyib g'aroyib sarguzashtlari, sirt bilan hech qanday aloqasi yo'q to'g'raqliqlarni hayronu has qiladi. Aradan 40 yil o'tib, 13 yoshida Padibaqqa chiqib ketib yo'qab ketgan Qutluqaxon to'g'raqliqqa qaytib keladi. O o'zining shu bo'ronliq kechada karvonlar tarafidan qutqizib olinganligi, karvonlarga agishib nurg'un yurt allarni kasganligi, haramga berib hajmi qilganligi, lekin ona yurtini seg'inib, hammani tashlab qaytib kelganligini so'zlab berdi. Yeshi 80 dan oshgan To'xtaxon bakmi xo'sh bo'ldi. Shu yillarda to'g'raqliq rasmiy kent bo'lib ro'yxatga e'linadi. Shuning bilan tang har xil boj olvonlarni ko'payishga boshlaydi. To'xtaxon 118 yoshida olamdan o'tdi. Amaliyotda uning zodi qancha yoshga kirganligini hech kim bilmaydi. To'g'raqliqqa kelib ketadigan ekspeditsiyachilar ko'payishga boshlaydi. Ularning ba'zilari qumliqqa kirib ketgan pet yo'qab ketsimi, nurg'unlari qadimiy shahardan sanduq o'ljilarini to'gilarga ortib elib ketadi. To'g'raqliqlar bu
paranglar elip mağan narsalar baribir musulmonlarga haram deb e'lon qilmaydi. Bu chaqlarda Ayşxan Baxshi allaqachon o'lib ketgan bo'lib, uning ishlarini o'g'li Qurban Baxshi davomlashtiradi. U qadimiy shaharga berib, jinidan ayrilg'ili tas qolgan ikki angliyalikni qutuldirib oladi. Ular To'g'raqliq kentida bir mezgil turib qoladi. To'g'raqliqlarning ovlashlari bo'libmi yo'lbos ovlashiga favqulodda qiziqadi. Yaş vaqtlarda yo'lbos yilpiz ovlagan usta palvondan bir yo'lbos terisi setib olib, boshqa nurg'un oljilar bilan keyin yana keladiganlarini aytishib ketadi. Qutlug' hoji 90 yoshida olamdan o'tadi. O'g'li Abdukerim hoji Qashqardagi xonliq madrasasida ilm tahsil qilib, To'g'raqliqqa qaytib keladi. Keyin haramga berib, haj qilib keladi. Abdukerim Qarahoji o'g'il qiz bolalarni madrasaga yig'ib, aralash o'qitadi. Ham To'g'raqliqdagi ko'na o'qitish usulini o'zgartirib, o'qish va yozishni tang o'rgatadi. To'g'raqliqlar hayotida tunji qitim qora qush, ya'ni aeroplanni ko'rdi. Abdukerim Qarahojining ilgari so'zlab berdigan aeroplan, paraxod, mashina degandek narsalarga ancha ishinib ketmaydigan To'g'raqliqlar Allah'ın bu karametinden hayran bo'ladi. Qara qush qumliqqa tushib ketganda hammaylar degidek berib, To'g'raqliqda almisoqdan ko'rilib boqmagan aeroplan hodisasiga shohid bo'ladi. Bu hodisa To'g'raqliqlarda nihoyatda cho'nqur ta'sir qoldirdi. To'g'raqliqdagi yana bir yangilik To'g'raqliqda yangi maktab qurilishdir. Ama bir qism kishilar yangi maktabni bolalarni dindan chiqirdi deb qarshtirdi. Yana ba'zilar bo'lsa, bolalarimiz savodli bo'lib, xat tunib, ko'zi ichilsa yaxshi emasmi deb qarab, yangi maktabni qo'llaydi. Dehqonlar faqat o'g'illarni maktabga avatadi. Naytımın namrat bir dehqonning qizi Zaynab ukisidan maktabda o'tilgan darslarni o'rganib, savodini chiqardi. Yangi maktabning muallimi buni bilgandan keyin Zaynabni maqtab bir she'r yozib avatadi. Lekin bu she'r sababli bu narisida qiz atalmış she'riyat bo'yicha jazolanadi. Ya'ni chalma-kesa qilinib, o'lib ketgili tas qoladi. Bundan xabar topgan muallim Zaynabni qutuldirib oladi va Zaynabni birer qitimmi ko'rib baxmay turib, uning bilan to'y qiladi. Ular to'ydan keyin nihoyat baxtli yashaydi. Muallim Qashqardagi bir cho'ng boyning o'g'li bo'lib, To'g'raqliqda yangi maktabda qolgandan keyin ular Qashqarga ketadi. 1940-yillarga kelganda romanning eng dastlabidagi To'xtaxunning 5 balasining cho'ngi Turdaxunning navrisi Vilaxun To'g'raqliqdagi boylardan bo'lib qoladi. 1950-yillardagi tarkibini ayirish do'lqini To'g'raqliqqa yetib kelib, Vilaxun boshliq bütün oiladagilar pomishchik deb ayriladi. Shuning bilan ularning riyozatli kunlari boshlanadi. Aksicha, To'g'raqliqdagi kambag'allar ichidan bo'libmi hiyligar, savodsizlarning kuni tug'iladi. Qurban Baxshining savotsiz navrisi Namattas To'g'raqliq yezisida qurilgan yezliq hukumatning boshlig'i bo'ladi va To'g'raq qushlardek sayrab ketdi va To'g'raqliqni to'g'ri 32 yil boshqaradi. Yoqtirdinglarmi? Amaliyotda To'g'raqliqmi? Mana mushundaq bir yat ekan. Odamlarning oyoq izi yetmagan. Qushlar sayrab turgan. Diqqatimni yig'ay, davomlashtiray. 1970-yillarga kelgan vaqtida To'g'raqliqda xeyli zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Tash o'stan yasaladi, To'g'raqliqdan Nayiga boradigan bir tash yo'lni yasalib, qatnash osonlashtirildi. Shuning bilan birga To'g'raqliqlarning ruhiy dunyosi, yurish turishi, kiyinishlarida o'zgarish bo'ldi. To'g'raqliqda faqat bir narsa o'zgarmaydi.
O bolsumu tosqunsiz, yügensiz öz belgilini qiladigan qum borallar edi. İkinci qism. 1950-yillardagi tarkibini ayirish dolqinida pomishchiklarning yerlari dehqonlarga bo'lib beriladi. Yerlarga erishgan dehqonlar ko'tarangi ruh bilan yerlarga jon kuydirib ishlaydi. Ammo pomishchik deb ayrilganlarning kuni tasga tushadi. Shu qatorda Vilaxunning qizi Zaynabni xo'rlanish obyektiga aylanadi. 18 yoshli Abdug'ani Zaynabni yaxshi ko'rdi. Ammo Zaynab texi nikoh yoshiga yetmagachga eg'iz ochmay yurgan bir kunlarda Zaynab bilan To'xtiqari to'y qiladi. To'xtiqari bo'lsa Qutlug' hojining chavrisi, Zaynab bo'lsa Turdaxunning chavrisi. Ya'ni ular To'xti-axunning 4-avlodlari. Keyin To'xtiqari bilan Zaynab 3 o'g'il, 1 qiz, 4 farzandlik bo'ladi. Ularning turmushi g'o'rgul o'tsimi baxtli yashaydi. Yerga erishgan to'g'raqliqlarning shodligi qisqa vaqtlik bo'ladi. 1956-yillarda to'g'raqliqda ishlab chiqarish kooperatsiyasi qurish boshlanib ketadi. Dehqonlar texi necha yil ilgari o'zlariga taqsim qilingan yerlarning endi kooperatsiya nomida butunlay hukumatning ilkiga o'tib ketayotganligini tushunib yetadi. Ko'pchilik dehqonlar kooperatsiya ilishga qarshi turib, biroz g'avg'o ko'targan bo'lsa-mu, nohiydan kelgan soqchi harbiylarning ta'sirida hamma ishlar o'z yo'liga tushib, yezda kooperatsiya rasmiy quriladi. Kooperatsiya qurilishini xohlamaganlar pomishchik deb ayrilganlar bilan birga nohiyadagi suv ombiri qurilishida ishlashga buyurilib, nihoyatda jafoliq kunlarni kechirdi. 1957-yilining o'rma fasli yetib kelib, ba'zi dehqonlar o'z yerlarini o'z o'rmoqchi bo'ladi. Lekin yezliq hukumatning aktivlari buningga qarshi turadi. Nohiydan kelgan qurolliq askarlar kooperatsiyaning buyrug'iga bo'ysunmagan dehqonlarga qartib o'q chiqarib, 2 odamni etib o'ltirib, biraylarni qattiq yaralandirdi. Ish buning bilan tugamaydi. Keyin yana bir qism kishilar qo'lga elinib, 10-15 yillik kesildi. Ya'ni ba'zilarga buzuq unsur qalpiga kiygizildi. Bu kishilarning uylari oqtirilib, uylardan tag'ar-tag'ar ochliqlari, mol chorvalari musodir qilinadi. Shuning bilan to'g'raqliqdagi dehqonlar jahondan ayrilgan bu chap yurtda bir Allohga sig'inib, o'zi bilgancha yashaydigan davrlarning endi kelmasga ketganligini texmi ilgarilab tushunib yetdi. Şu yıllar yana atalmış istil tutish harakati boshlanib, bir qismlarga yerlik millatchi unsur qalpiga kiydiriladi. Ondan sakrab ilgirlash davri boshlanib, kishilar o'pchi qozonda tamoq yeyishga, uylarda qozon osmaslikqa, etdigandan kechgacha ulgida ishlashga majbur bo'ladi. To'g'raqliqlar jafoliq ishlaganiga tushliq mo'l usul elib tursa-mu, lekin topqinini yuqoriga topshirib, o'zlari zag'irnonga zar bo'lib, kunlarini to'liq g'urbatchilikda o'tkazishga boshlaydi. Shu yillar yana po'lat tavlash harakati boshlanib, to'g'raqliqlardan To'xtiqari qatorliq bir necha qovul kishilar po'lat tavlashga avatildi. U yerda To'xtiqari shahardan kelgan bir yosh muxbir İlham bilan tanishib qoladi. To'xtiqari o'zining saf, samimiy qalbi, o'zgacha she'riy sezgusi, chiroyli xatlari bilan Ilhomjonning qalbidan mangulik o'rin oladi. Ilhomjon amaliyotda to'g'raqliqda yangi maktab qurilganda shahardan kelgan molim bilan elqi cholma kesakda jindan ayrilg'ili tas qolgan Zaynabning o'g'li. 1960-yillari yezidikilar yo'lg'unlikdan bo'zer etishga borgan bir kuni To'xtiqari bilan Hasan Axun birga ishlab etib, botlashib ketgan bir temir sanduqni tepib oladi. Bu sanduqning ichidan xotira daftar, xarita degandek narsalardan boshqa yana nurg'un oltin tangalar chiqadi. Albatta, bularning hammasini yuqoriga topshiradi. Lekin shu ishdan keyin
To'xtiqarining ko'ngliga bir xiyol kirib oladi. U bo'lsa-mu qumliqdagi shu g'oyib shaharga berib, bir tavakkul qilib, g'oyibdan mol dunyoga erishib, oilasini nomrod holdan qutuldirishning ko'yiga tushadi. Keyin ayoli Zaynabga demasdan Hasan Axun bilan billa qumliqqa kirib ketgan peti qaytib kelmaydi. Bir 1962-yili kollektiv oshxonalar taqilib, kishilar atrofdan bergan ozgina qo'noq va orpaga tayinib yashashga majbur bo'ladi. Zaynab 4 bolasi bilan shunchalik qiynaladi-ki, uyda biror tal terixmi qolmagan bir kun kechida Zaynab hatto bolalari bilan billa bu dunyodan vidolashdek qara xiyollarga cho'kadi. Baxtga yarasha biraylan yerim kechida ularning qo'ylisiga biroz bug'doy qo'yib qo'ydi. Mundaqcha aytganda Zaynab va bolalarini qutuldirib qoldi. Shu ocharchilik yillari qo'noq boshda tutgan kuz oylarida qo'noqlikni qurolliq askarlar saqlaydi. Ochliqqa chidamay qo'noqlikqa kechida kelib qo'noq o'g'irlaganlarni yo etib o'ltirdi, yo urib o'lar holga keltirib qo'ydi. Bir kechasi Helimxon, ya'ni To'xtiqari bilan birga ketib kelmagan Husayn Axunning ayoli qurolliq askarlar tarafidan etib o'ltirildi. Uning amdila 3-4 yoshli o'g'li Ahmad qari yetim bo'lib qoldi. Zaynab turmushdagi shu shidug'isiz nomrodlikqa qaramay Ahmadni beqib oldi. Zaynab jafoliq ishlab bolalarini o'zi beqib pul o'tishga roziki, biror yo'lanchikka erishishni asla istamaydi. Ocharchilik biroz oxirlashib, to'g'raqliklar amdila biroz bosh ko'targidek bo'lganda madaniyat zo'r inqilobi boshlanadi. To'g'raqlikda maktablar to'xtab, kurash boshlanadi. İlg'or o'qituvchilar tortib chiqarilib, sazoy qilinadi. Ayol o'qituvchilarning uzun sochlari kesib etiladi. To'g'raqlikni belikiga qizil patta taqib olgan o'quvchilar bilan dehqonlar so'rashga boshlaydi. Qadrdon mavjushi qalbimizdagi qizil quyosh degan naqshni aytib usul o'ynash hamma yerni bir oladi. 1969-yili to'g'raqlikqa qayta tarbiya elish uchun 18-19 yoshlardagi 3 o'g'il bola keladi. Bularning ichida ko'zoynak taqib olgan, kamsiz, kitobxumar Dilmurod viloyatdagi bir cho'ng boshliqning o'g'li bo'lib, bir kuni u tomoqdan zaharlanib, yotoqda ho'shsiz yotganda, baxtiga yarasha Zaynabning ikkinchi o'g'li Rustam uni izlab kelib qolgach, Dilmurod vaqtida doktorga yetkazilib, hayot qoladi. Bu ish albatta Rustamning keyingi hayotida muhim ta'sirlarni ko'rsatdi. 20 yoshida cho'churida 4 bola bilan to'l qilib, keyin Ahmadni beqib olib, 5 bolaga ham ona, ham ota bo'lib o'tgan Zaynab bolalarining birdan qatorga qo'shilganidan mamnunlik his qildi. Zaynabning cho'ng o'g'li Turdiqari to'g'raqlikdagi oq ko'ngil ishchan Elimgul bilan to'y qildi. Ikkinchi o'g'li Rustam viloyatdagi tarjimonlik o'qishiga ketdi. Qo'shkezaklar Ro'zaxon bilan Zumratlarning cho'ng bo'lib qoldi. Beqib olgan o'g'li Ahmad to'liqsiz o'ttirni bitirdi. Keyin Zumrat baxtga qarshi og'ir kasal bilan o'lib ketdi. Zaynab 10 gulining biri ichilmayla bu dunyodan vidolashgan qizi uchun ko'p azoblanadi. Vaqtning o'tishi bilan o'g'li Ro'zaxon bilan Zaynabning o'rtasida azaldan ko'rilmagan bir yaqinlik paydo bo'ldi. Bu yaqinlik ularning ko'ngil yorlariga malham bo'ldi. Rustam tarjimonlik o'qishni bitirib, Noilik partkomga tarjimon bo'lib qoldi. U bara hayotning rahimsizligini, yaxshiroq yashash uchun mushu rahimsiz dunyoga moslashishi kerakligini, yez kelganda hatto insoniy g'ururni bir chetga qo'yib qo'yish kerakligini tushunib yetishga boshlaydi. Odamdek yashash, rahat ko'rish, onasiga rahat ko'rsatish uchun har qanday badal to'lashga
razı buluş niyetiga keladi. Bir 1960-yillar boshlangan Dajaydın ögüniş hareketi to'g'raqliqda davom etadi. Dajayga o'xshash tog'liq kent bo'lmaganligiga qaramay, yuqorining yo'l yo'riqiga amal qilmay bo'lmaydi. To'g'raqliqdan bir necha yildan hatto Dajayga berib tajribami o'rganib keladi. Keyin ular to'plarni to'kib egizlatib bir do'ngda palampay etiz yasab oxir Dajaydın o'rganganmi bo'ladi. Usulni oshirish vazifa qilib bekitilgachga to'g'raqliqdagi o'tloqlar, o'rmonlar buzib etilib, o'rniga oshliq teriladi. An'anaviy bug'doy, qo'ndoqlarning o'rniga usuli ko'p, ammo oziqliq qimmati to'van shalg'uz sortlar teriladi. 1970-yillarning o'tirlarida to'g'raqliqda neft bayqaladi. Qumliqdan bo'xchib chiqqan neftni tunji ko'rgan to'g'raqliqlar uchun bu xuddi zamon oxiri bo'lgandek bir ish bo'lsa, neftning qimmatini biladiganlar uchun u sanoatning jini edi. Shuning bilan to'g'raqliq sirtqa talto'kis ichib etiladi. Ilgari Qumliqdagi g'oyiviy shahardan to'gilab mal dunyo yo'tkaydigan karvonlarning o'rnini endi oyig'i uzilmaydigan cho'ng neft to'shish avtomobillari egallaydi. Üçüncü qism. 1978-yili oliy maktab imtihoni asli keltirilganda Zaynabning o'g'li Ro'zaxun imtihondan o'tib Beijing Millatlar institutiga o'qishga qabul qilindi. O nait aqlliq ham tirishchan bo'lg'ach, 20 yil bo'lmayla xanzuchini yaxshi o'rganib ketdi. Keyin sinfning eng oldi bo'lib o'qiydi. Ro'zaxun maktab bitirishga necha oy qolganda og'rib, o'ziga o'zi so'zlaydigan bo'lib kelib, ruhiy kasallar doktorxonasida bir necha oy yotdi. Keyin to'g'raqliqqa qaytirib kelindi. Ro'zaxun faqat to'g'raqliqqa qaytib kelgandan keyinla biroz yaxshi bo'lishga boshlaydi. Qumliqning ichkarisida neftlikning ichilishi bilan to'g'raqliqdagi o'zgarishlar texnik zo'r edi. Neftlikka boradigan cho'ng ko'ziqliq may avtomobillari degandek har xil avtomobillar Qumliqqa kirishdan ilgari yo'lda bir to'xtab o'tadigan bo'lg'ach, rasmiy bir bozor tadrijiy shakllanib, oshxona, navoiyxona, remontxona degandek do'konlar ochilib ketadi. To'g'raqliqdagi ba'zi dehqonlar dehqonchilikni tashlab savdoga tushib ketadi. O yillari Zaynabning beqib olgan o'g'li Ahmad 22 yoshlarga kirgan bo'lib, loyg'azalrak bola bo'lib qoladi. O bir shopirning oldimiga tushib, onasi bilan xo'shlashmayla ishkarga ketadi. U dastlab pul tepish uchun yomon yo'lga minishdan o'zini qochiradi, lekin keyincha o'zini bilmagan holda tuyuq yo'lga kirib ketadi. Zaynabning o'g'li Rustam Abbas Shuji, ya'ni heliqi yeziga qayt tarbiyalanishga tushgan Dilmuratning dadasining qayni singlisi bilan to'y qiladi. Keyin Abbas Shujining xizmati o'sib Urumchiga yo'tkalganda, u Rustamni Urumchidagi bir idoraga boshliq qilib yo'tkaydi. Rustam opsining roziligini olgandan keyin Urumchiga ketadi. Oliy maktabni bitiribla yozgan bir she'ri sababli Tarim cho'llikida emgak bilan o'zgartishga avatilib, u yerda 20 yilni o'tkazgan. Keyin Urumchidagi bir adabiyot tadqiqot idorasida she'riy tadqiqot bilan shug'ullanadigan Ilhomjonning o'y fikr xotirasi orqali 1980 va 90-yillardagi hayot kartinlarini ko'ramiz. Bu yerda qo'shimcha bir askartib qo'ydiganim 27-bobga kelgan vaqtida bir anglar menim shundoq deb so'ragan, bu kimning bayoni deb. Hozir balkim aniq bo'ldi. Shundan bir askartib o'tay. Ya'ni ilhom deganimiz
Bu ayni vaqtda to'g'raqliqda bir yangi maktab ochilgan vaqtida Qashqardan kelgan heliqi yosh muallim bilan inisidan maktabda o'tilgan darslarni o'rganib, savodini chiqargan Zaynab deganlarninki o'g'li bo'ladi. İlham degan shu kishi bo'ladi. Keyin bu kishi To'xtiqari bilan tanishib, To'xtiqari hatto uni Qashqarga borganda izlab bordi. Shu yerda İlhamninki shoyardagi bir turmada ekanligini bilib, o'zining akagan sovg'atlarini bir kishi orqali avatib bergan. Bu ish İlhamning xotirasidan qat'iy chiqmaydi. Heliqi qayta tarbiyalash davrida yeziq tushgan 3 yigitning biri Dilmurod, viloyatdagi Abbas Shujining o'g'li İlhamjon bilan bir idorada ishlaydi. Dilmurod ishkirda maxsus adabiy tanqidchilikni o'rgangan bo'lib, fikr yo'lining cho'nqur ham ijodiy bo'lishi, haqiqiy ilm ahliga xos dodilligi ham samimiyligi bilan tanqidchilik sohasidagi kuchli obzorchi bo'lib sanaladi. Dilmurod nihoyatda mas'uliyatchan ham qobiliyatli adabiy obzorchi bo'lib, uning jafoliq izdinishi badaliga kelgan ilmiy asarlari kasb ahlari, mutaxassislarning yuqori bahosiga erishsimi, lekin har xil sabablar bilan besib qo'yiladi. Dilmurodning aksicha o'zini ufratmay yashaydigan atalmış yozuvchilarning ancha-muncha yozgan asarlari badaliga nom atoq unvonlarga erishib ko'ranglab yurishi Dilmurodni g'azablantirdi ham ichindirdi. Dilmurod ish pushig'ini chiqarish, g'azabini besish uchun aroq o'ginib qoladi. Garchi masliga yeshilganda o'z-o'zidan saskinib, aroqni ikkinchi eg'izga olmaslikni o'ylasimi, lekin xizmat va turmushdagi ko'ngilsizlik uni bir kunlarda yana shu qadahlardan ko'ngil ozodlik tepishga undaydi. Zaynabning o'g'li Ro'zaxon to'g'raqliqqa qaytib kelgandan keyin birda yaxshi, birda yana qayta o'zi so'zlab yuradi. Biroz yaxshi bo'lib qolgan chaqlarda oliy maktabdagi kitoblarni qo'liga elib, qog'ozga bir narsani sizdi, ya'ni aeroplan loyihalaydi. Keyin Turdiqari ukasi Ro'zaxonga bir remotxona ichib berdi. U qo'shnilarning radio, televizor, motosiklet va ba'zi dehqonchilik mashinalarini remont qilib qolmasdan, yana neft to'shiydigan cho'ng mashinlarni yasab berdi. Aradan bir necha yil o'tib, Ro'zaxon oxir o'zi loyihalab bir aeroplan yasaydi. Tunji sinab uchishda aeroplan odam bo'yi o'rlab tushib ketadi. Bu amaliyotda Ro'zaxon topgan targinini yig'ib setib olgan motorning chatiqidan edi. 90-yillarda to'g'raqliqda neft qazish yuqori pallaga ko'tarildi. Har yerlardan kelgan ko'chmanlarning soni ko'payib, qator turarli uylar silinib ketadi. İşkiri ülkelerden kelgen puldar xo'jayinlar yulg'un to'g'raqlarni qo'mirib etib, bo'z yer ichib kevas tereydi. O yillarda paxtaning bozori xel chiqqan bo'lib, to'g'raqlarmi ularni do'rab kevas tereydi. Ammo 2-3 yil o'tmayla paxta pulga yaramas bo'lib qoladi. Onun ustiga har xil bosh siliq, olvan yasoqlar tufaylidan dehqonlarning kuni yana tashlashga boshlaydi. To'g'raqliqda avlod yashab kelgan Zaynab to'g'raqliqdagi ekologiyalik o'zgarishlar bo'libmi, insonlarning savalligidan bo'lib atgan ekologiyalik tangpongliqning buzilishiga qarab ichinadi. Ammo u bu holatni o'zgartirishga ilojsiz albatta. Urumchida ishlayotgan Rustam vaqtning o'tishi bilan ilgirki sodda, tuz ko'ngil odamdan o'zgarib, o'z nishoniga yetish uchun har qanday nayrangvozlikdan kashmaydigan xoshamatchi, shaxsiyatchi bir odamga o'zgaradi. Rustam qo'lida bor amaldan obdan foydalanishga borgansir mahir bo'lib ketdi. Keyin Rustam nozir bo'lib o'stirildi. Zaynab o'zining ilgirki oq ko'ngil ko'yimchan o'g'li Rustamning shu qadar o'zgarib ketganligidan o'kinadi. Rustamning 15 yoshlardagi o'g'li bilan 13 yoshlardagi qizining uyg'urcha bilmasligi, ajdodlarining tarixiga, ya'ni yiltiziga qiziqmasligi Zaynabni cheksiz o'kindirdi. Yavaş, oq ko'ngil Turdiqari bilan Helimigul og'riqchan o'g'li Ro'zaxonlarga o'zining
ne kadar muhtaçlığını his kılıdı. Dilmurat turmuş hem hizmette işçisi qilib, araqni texmi köp içidigan bolup ketken şu kunlarda o Kanadada o'ltiraqlashib qolgan bir yazgıcı bilen tanışıp gelip şunun yardımıyla Kanadaga o'qishga chiqib ketdi. Dilmuratni Kanadaga uzatish cheyida İlham Efendi Rustamning o'zi ayni chaqdagi Po'lat tavlash harakati davomida tanışıp qolgan to'g'raqliq To'xtiqarining o'g'li ekanligini biladi va Rustamga o'zining beshiga kutilmagan qismatlar kelib, shayarda yotganda To'xtiqaridan topshirib olgan sovg'a salamning hayotdan bezgan shu ig'ir kunlarda o'ziga eng qizg'in mehr va shifoh bo'lganligini so'zlab berdi. Ayni chaqda o'z tortgan To'xtiqarining rasmini tepib berdi. Rozaxun axir yeni bir aeroplanni yasab bitirdi. Qurban Hayit harpisida Zeynep xonning bolalari uyga jam bo'ladi. Yo'q bo'lib ketganiga 17 yil bo'lgan o'g'li Ahmed tuyuqsiz qaytib keladi. Qurban Hayit kuni saharda Rozaxun aeroplanini muvaffaqiyatli uchirdi. U shu chaqdala ruhi ham jismini chirmab turgan asoratdan qutulgandek cheksiz ozodlik hissiyotiga cho'mildi. Masjiddan Hayit namozini o'qib bo'lib chiqqan jamoat va okalari boshlarini ko'tarib osmonda uchayotgan Rozaxunni ko'rib hayajonlandi. Aeroplan bütün bir kun uchib, kechada qumliqqa tushib ketdi. Aeroplan tushib ketganda chiqqan guldirlagan ovoz anglangan shu daqiqada Zeynep xonning ko'zini yumdi. To'g'raqliqdagi eng qadimiy jamiyatning a'zosi bo'lgan Zeynep xonning namozini tushirishga bütün to'g'raqliqdagi birmi erkish qolmay keldi. To'g'raqliqlarning qalbidan cho'nqur o'rin olgan yuksak hurmatga sazovor bu oddiy jafokash onaning olamdan o'tishi to'g'raqliqlarni xuddi o'zining bir tuqqan qarindoshidan ayrilgandek azobliq judolik hasratiga cho'mtirdi. Shu kuni kechasi taklimakonmi g'azabga keladi. Qumbarxonlari un-tinsiz yopirilib kelib, to'g'raqliqni va to'g'raqliqlarni yalmab g'arq qilishga boshlaydi. Sherin uyquda yotgan kishilar vahim ichida uyg'onadi. Qochqanlar qechib, qocholmaganlar qum ostida qoladi. Qutulib qolganlari qumlarning xuddi g'azabga kelgan g'oyat zo'r yirtqichdek to'g'raqliq kentini yalmab hech nimasini qo'ymaganligiga shohid bo'ladi. Angliyalik 80 yoshlik Robert Taylor buvisining ayni zamonlarda taklimakonga borganda yezib qoldirgan xotirasini tepib oladi. Robert Taylor oxir to'g'raqliqqa boradi. U yer haqiqatanmi jannatga o'xshaydi. O to'g'raqliq orasida bolalarni agashtirib yurgan bir jup yo'lbosni suratga tortib elib, Angliyaga qaytib kelganda rasmni uyining to'riga esib qo'ydi. Shundoq to'g'raqliq uning asli egillariga qaytarildi. Mana bu Kashmish romanining qisqacha mazmuni. Hamda Kashmish romanining qisqacha mazmuni va ta'siratim degan bu maqolaning ikkinchi bo'limini, ya'ni ta'siratim haqida biroz to'xtalaylik. Askartib qo'ydig'im, men yozuvchi emas, adabiyotchi emas. Shunga romanning badiiy aloyiliklari jihatda ishkirlab analiz qilishni maqsad qilmayman. Ham uning munosib deb o'ylamayman o'zimni. Ammo bir oddiy o'qirman bo'libmi Xolida Isroilning asarlarini suyib o'qiydigan bir kitobxo'mar bo'lish sifatim bilan Xolida Isroilning bu romani bizga zodi nima deydi, bizga nima o'rgatadi degan mushu masala ustida sizlar bilan o'rtoqlashaman. Shundaq deb jazmlashtirishga bo'ladiki, Kashmish romani bizga tarixni o'rgatadi. Tarixdan dars berdi.
Keşmiş romanı arqılıq biz tariximizdeki siyasi, ijtimoiy va ekologik özgürüşler, xalqimizning psixikasidagi özgürüşler yig'inchoqlangan bir ko'p bölümlük qutiga erishgandek bo'lamiz. Birini açsaq, siyasi vaqalar, siyasi to'lqinlar bir-biriga ulanib chiqadi. Ya'ni 1950-yillardagi tarkibini ayirish to'lqini, 56-yildagi kooperatsiyalashish, 57-yildagi atalmış istil o'sish harakati, sakrab ilgirlash davridagi o'pchi qozon, po'lat davlash harakati, dajoydan o'g'inish, cho'ng ocharchilik. Ondan 1966 yıl başlanıp 10 yıl davam qilgan madaniyat inqilobi. Yoshlarning qayta tarbiya elish uchun yezlarga tushirilishi. 85-yildagi planliq tug'ut, 90-yillardagi ishni echib etish bilan tang neft qazish to'lqini va hokazolar. Qutining yana bir bo'libini ochsaq, kishilarning turmushidagi jamiyatdagi har xil o'zgarish kartonlarini ko'ramiz. Barg'a shukr deb, bir-biriga hamdam bo'lib, oddiy-sodda yashashdan toki o'z nafsini deb boshqalar bilan kori bo'lmaslik, badxashlik turmush yo'liga menish, yezidagi qizlarni aldab opirib, ichkiri o'lkalardagi fohishxonlarga setib etish, heroin atkazchilik qilish, heroin chekish. 90-yillardagi Urumchida restoranlashish avjga chiqqanda jamiyatda yuqori pallaga ko'tarilgan hashamatchilik, isrofchilik, mayxo'rlik va buzuqchilik illatlari. Qutidagi yana bir bo'limda kishilarning psixik o'zgarish aloyiliklari, ruhiyatidagi ijobiy turoqliklar yoki salbiy davolg'ushlar kuchlik selishtirma qilingan kartinalar. Aynı zamanda bir Namrat ota qizini Badavlatning Begzodisiga bermagan bo'lsa, bugungi kunda yana bir ota o'zining tangdoshsiz go'zal qizini ozg'ini pulni deb Xitoyga sotadi. Qutining ichidagi yana bir bo'limni ochsaq, ekologik bo'lg'inish, buzilishning xotiralari. Azaldan dal-daraxtlarni ulug'lab, ko'chat tikib, bog' bino qilish an'anasiga ega bu diyorda bir chaqlarda kelganda qumliqqa eng muvofiq to'g'roq yo'lg'ullar yulib tashlanib, o'rniga boshqa ko'chatlarni tikish. Azaldan terilib kelinayotgan ziroatlarning o'rniga sholg'ut sortlarni terish. Dehqonchilik dorilarini ishlatishning umumlashishi. Yıllarda to'g'roqlikda neft qazish yuqori pallaga ko'tarilish bilan tang neftni ichkariga to'shiydigan g'oyat zo'r neft oqqizish turbilarining yasilib, har yerlardan kelgan ko'chmanlarning soni ko'payib, sanoqsiz turalg'i uylarning silinishi. Bu bo'limning barbod qilish kuchi eng kuchli bo'lib, butun to'g'roqlik oxirgi hisobda ekologik buzilish sababli xaritadan o'chiriladi. Roman nihoyatim ta'sirli yozilgan. Romandagi personajlardan Zaynabxon, Dilmurod qatorliq nihoyatda gavdalik yaxshi tasvirlangan mana shu personajlar orqali uningga chetilgan voqealiklar bilan ixtiyorsiz o'zimizni shu davrni yashayotgandek bir xil hissiyotni his qilamiz. Romanning bizni hayajonga selib, ba'zida shotlantirsa, ba'zida hasratlantirishi. Uning ta'sirlik voqealarini jonliq, go'zal ona tilimiz bilan voyaga yetkazib ifodalab berganligida deb qarayman. Roman bizga ona tilimizning go'zalligini his qildiradi. Ona tilimizga bo'lgan muhabbatimizni urg'utadi. Avlodlarni Uyg'ur tilida tarbiyalashning zarurligini ta'kidlaydi. Uyg'urcha so'zlashmaslik, hatto o'z ona tilini bilmaslikdan faxrlanadigan bir qism ma'naviy bichoralar qamchilanadi.
romandagi mundaq bir vaqalikni eslab o'tsak, Dilmuratning o'g'li Uyg'ur tili maktabida, qizi Xanzuch maktabda o'qiydi. Bir kuni biri Xanzuch xatni to'niy olmagan akasini masxara qilib, qizi shundoq deydi. Akam dötgan, mush xatni to'nimaydi ekan. Men mushundoq akam bo'lganligidan numus qilaman. Deganda Dilmurat, qizim, numus qilishga to'g'ri kelsa, o'zingizning Uyg'ur qizi turib, Uyg'urchani bilmaydiganligingizdan numus qiling degan bu so'zi kuchli yozilgan. Romanning eng oxirida Qurban Hayitliq o'zini yo'qlab kelgan keliniga Zeynabxonning degan tövandagi so'zlari har birimiz uchun qimmatli dars bo'lishi kerak. Til degan nafas. Nafasning jini bor deb bekor aytishmaydi. U ota-bobolarning jinini bola chaqlariga bog'lab turadi. Ota-bobolarning tilini tashlab etgan odam yiltizsiz daraxtga o'xshab qoladi. Yig'inchoqlaganda Kashmish romani orqali yurakni tiladigan ochiq o'tmish batlarini varaqlash bilan birga ona vatanimizning go'zal manzaralarini ko'rib, esil insonlarni aslab, o'zimiz ham keyingi avlodlarimiz uchun qimmatli bo'lgan tarixiy bilim ham saboqqa erishimiz. Xolida Isroil millatparvar qaysar yozuvchi. Xolida Isroil mas'uliyat eng kuchli talantli yozuvchi. Xolida Isroil haqiqiy tarixni dodillik bilan yozib, keyingi avlodlarga o'chmas izlar qoldirgan fidokor yozuvchi. Xolida Isroil haqiqatan bizning faxrli yozuvchilarimiz qatorida sanalib, yuksak hurmatimizga muyassar bo'lishga haqli yozuvchi. Bayonimni romanni o'qib tamomlagandan keyin bir qarindishimizning kitob o'qish munbiriga qoldirgan tövandagi qo'rlar bilan oxirlashtiraman. 2020 yil aprelda men 55 yillik umrimda intayin katta bir hodisa bo'ldi. Kitob o'qish jarayonida hech qanday kamchilik bo'lgani yo'q. Ajoyib bir o'qish bo'ldi. Sizga tashakkur aytay desam, tilim kamchilik bo'lib atadi. Men nurg'un roman, povestlarni o'qigan. Asosan rus tilida, bo'lmasa rus tiliga tarjima qilingan Angliya, Fransiya, Ispaniya va boshqa davlat yozuvchilarining asarlari. Bir necha Nobel mukofotiga erishgan asarlarni o'qidim. Ammo shularning hammasini birlashtirsa, bu roman ulardan menga qimmat. Bu roman Uyg'urlarning eng esil taraflarini ham eng razil qiliqlarini ichib ko'rsatibdi. Meningcha bu roman simvollik roman. Kitobning oxiridagi oddiy bir dehqon Ro'zaxonning aeroplan qurashtirishi va uni osmonda uchirishi biz Uyg'urlarning intayin ham farosatli millatligimizni ko'rsatadi. Osmonda uchish u mustaqillikka intilib chiqish deb qarsaqmi bo'ladi. Ilohim shundoq bo'lsin. Bu yilgi bahor mening uchun baxtli bahor bo'ldi. Dadangizga, sizga va oilangizdagilarga omonliklar tilayman. Sizni kutamiz. Aldı bilan men bu anlar menimizga Xolida apayning bu asriga shunday yuqori baho berganligidan pek xursand bo'ldim. Rahmat sizga. Kechiringlar. Ramazonning oxirgi kuni gallarim qurib. Rahmat sizga. Xolida Isroil apayning mana shu
asarga shundoq yuqori baho berganligingizdan, o'zingiz o'qigan Nobel mukofotiga erishgan asarlardan yuqori baho berganligingiz rasman xush bo'ldim. Rahmat. Bo'ldi, davomlashtirsam javob ketadigan o'xshayman, gapimni oxirlashtiray. Rahmat. Sizlarning mana bu shundoq qo'llab-quvvatlashinglar, ilhomlaringlar bilan vaqtim kassimi, zehnim kassimi, mana bu shundoq hissiyotimni kontrol qilamisanmi? Ovozlarim, gallarim qurib, g'arang-g'urung so'zlab kassammi? Cho'qim kitob o'qishni davomlashtiraman. Ma'qul emsa, hammanglar omon bo'linglar. Ati bo'ladigan ro'za haytinglarni oldin tabriklayman. Ro'za haytinglar muborak bo'lsin. Xo'sh, omon bo'linglar.